Assalomu alaykum barchaga. Yana bir mana yangi obyektimizni boshladik. Hozir Andijondamiz buloq boshida tomga maxsus izolyatsion pena quyish xizmati. Bu taraflarimiz mana quyib bo'ldik. 237 kvadrat joyimiz bor edi. Kecha kelib taraflarimizni quyib ketganmiz. Hozir mana shu burchakda joyimiz qoldi. Buni tugash arafasida turibmiz. Ko'rib turganlaringni quyib bo'lgan joyimizni bemalol ustiga hamma narsani qo'yib olib ustiga chiqib yurib ustida ish qilyapmiz. Yorilish yo'q, boshqa yo'q. A'lo darajada ishlayapti. Hozir mana shu burchagimiz qoldi mana. Ko'rib turganlaringni materialni yozamiz, vassalida ustiga shuni ustimizdan qo'yaveramiz. Bir qator yamal joylarni tayyorlab olganimizdan keyin shu bochkada tayyorlab ustimizdan qo'yib suyuq holatda qo'yaveramiz. O'zi shunda past-baland joyga oqib borib, razmeri bemalol chiqaveradi. Mana shuni materialni tashab turib, mana qamich, kardon, salapan unaqa narsalar shart emas. Vassalida suv shunday tashlaymiz, shuni ustidan qo'yaveramiz bir boshdan, razmerini chiqarib. Bu obyektimizni ham mana tugatib oldik. Xudo xolasa, jicha joyimiz qoldi mana ustiga bir qator quyish. Shuni suyuq holatda quyilaveradi. Bu quyilgan narsa 10 minut, 15 minutda qatiydi qurishiga, lekin bir oydan oshiqroq vaqt kerak bo'ladi. Yozgi kunlarda yana ham tezroq quriydi. Joyimizga ham hozir 7-8 sm qilib bir xilda quydik. Dimog'otlarni qo'yib, kerakli joylarga bir boshdan razmerini chiqarib quydik. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ladi.